TikTokdan realtor topuvdim qizlar. Amerikada Zillow degan sayt bor, u yerdan odamlar uy qidirishadi-da. U yerda prosta mana Googledan Zillow deb yozasizlar, zillow.com u yerda rasmlar chiqadi uylarni. Menga videolar bilan ishlash osonroq. TikTokda baribir bunday живой tur qilishadi, video bilan rasmda baribir boshqacha anaqa-yu, energetika. O'shaning uchun TikTokdan menga biza ko'chadigan shtatda realtorni topuvdim. Bilasizlar, biz uy qidiryapmiz hozir, uy olish anaqasida turibman. Oktyabr oyida ko'chishim kerak. Meni uyimni, men yashayotgan joyimni arendasi oktyabrgacha. Meni anaqamda, kallamda o'ziga yarasha shunaqangi stil uy bor. Amerikada bu mid-century modern house deyiladi. Va o'shanaqangi stil uylar yoki slishkim xonasi ko'p bo'lardi, yokida slishkim qimmat bo'lardi, 2 million, 3 million bo'lardi, yokida lokatsiyasi yaxshi emas. Xullas, mana hozir ham menga videoni agar unaqa qilsanglar, men bittaga qo'yib qo'yaman o'sha uyni, bemalol ko'rsanglar bo'ladi qanaqa stil deyotganimni. Anu klassический amerikanskiy stil uylar menga uncha yoqmaydi, chunki ular bir xil. Bunda mahallaga kirsanglar, xuddi bir kompyuter o'yinga tushib qolgandek bo'lasizlar, hammani uyi bir xil ketadi. Takkak men anaqangi odamman, tvorческая личность, menga qanaqadir alambalo bir baloli uylar yoqadi va albatta bu meni birinchi собственный uyim bo'ladi, ijara emas yokida kontraktlarda beradigan vaqtinchalik jilyo emas, o'zimni uyim. O'shaning uchun nima deydi, sal ichimdagi o'sha san'at sohasidagi odamni uyg'otib, uyimni как типа o'zimga yarasha qilmoqchiman deb xullas. Mana odamlarning uyini dekoratsiyasidan, uyini stilidan odamlar qanaqaligini bilsanglar bo'ladi. Mana English style home bor. Hamma narsa g'ishdan qilingan, Angliyaning uylari bor. Ana o'shanga o'xshagan odamlar немножко snobroq bo'ladi. Sal nimalarni, nima deydi, advokat, doktorlarning uyi mana shunaqa bo'ladi. O'shanaqa tip toifadagi odamlarni men bu yerda yurib bilaman-da o'sha. Meniki takkak men san'at sohasidaman, san'at sohasidagi odamlarning uyi sal anaqaroq bo'ladi. Crazy. Anaqaroq bo'ladi. Chunki biz ham anaqaroqmiz qizlar. Anu alambalo ranglar ichida yokida alambalo kartinalar yoki uyi o'rtasida bitta daraxt o'sib tursa, mana shunaqa menga yoqadi-da. Patologlari baland, panoramli oynalar. Xullas, bizaga necha kundan beri uylar jo'natyotdi videosini. TikTokda ham men ko'rib turdim, qanaqangi uylar marketga chiqyapti sotuvga. O'zim ham uni ko'rib turaman. Bir payt men bu uy sizlarga to'g'ri keladi, byudjetinglarga to'g'ri keladi deb endi ularga realtor bilan gaplashayotganinglarda byudjetinglarni aytasizlar, qanaqa uy xohlayapsizlar, qaysi rayondan xohlayapsizlar va shunga o'xshagan narsalar. Rayoni to'g'ri kelsa, uy to'g'ri kelmasdi, uy to'g'ri kelsa, rayoni to'g'ri kelmasdi, yokida puli to'g'ri kelmasdi, yokida qanaqadir nima deydi, naloglari katta to'lanadigan mahallalar bor-da, uydan tashqari yana nalogini ham to'lashingiz kerak o'sha mahallada yashash uchun. O'shanaqalar yoki tushib qolardi, yokida slishkim ko'p xona, 5 ta xona, 4 ta xona bizga unaqa kerak emas-da. Keyin bizani 5 xona, o'zbek 5 xonasi bilan Amerikani 5 xonasini farqi bor. Chunki Amerikada juda ham katta faqat uxlaydigan spalniyalar xona hisoblanadi. Ya'ni zal, qanaqadir foye, qanaqadir balkonga kiradigan sunroom deyshadi bu yerda. O'shanaqa joylar xona sifatida hisoblanmaydi. Ya'ni o'sha 5 xonaga yana bo'tda ko'cha xonalar qo'shiladi, tushunyapsizlarmi? Bu bitta anaqaga emas, uni keyin qishda isitish ham qiyin, anaqangi qimmat bo'lib ketadi. Ya'ni uyayotganda hamma tomonini o'ylaysizlar, uni isitishni o'ylaysizlar, naloglarini o'ylaysizlar. Shuncha kerak emas xonalarni ham isitasizlar keyin agar. Biz 2 kishimiz faqat-da. Bunda o'yla, bizga 3 xona yetadi. 3 xonali uy, 3 ta spalnyasi bo'lsa, keyin zali, keyin o'sha foye, maye, balkon bir balolari bo'lsa, ana o'sha yetadi. Chunki men ham Griffin ham uydan ishlaydigan odamlarmiz. Polniy onlayn ishlaydigan odamlarmiz. Bizga kabinet kerak. Xullas, o'sha realtor bilan 2 haftadan beri ishlayotgan bo'lsa, 2 haftadan beri jo'natgan uylari bizga to'g'ri kelmayotgan edi-da. Kecha jo'natdi qizlar. Shunaqa uy jo'natdi. Bu videoni bir chekkasiga xos qo'yib qo'yaman, ko'rasizlar qizlar. Faqat 3 minutlik video, bilmadim. Kecha men ham Griffin ham uyni ko'rib prosta sevdik. No, опять же, nosi bor qizlar. Bilasizlarmi qanaqa? Shahardan sal chetroqda. Biz baribir shahar ichidan olmoqchi edik uyni. O'shaning uchun ham bunaqangi uy puli arzonroq ekan, chunki shahar. Nima shahar deyapman? 1 2 3 shahar. Shahardan chetroqda bo'lgani sababli, lekin zo'r mahallada, qimmat mahallada. Shunaqa sevdik biz u uyni qizlar. Ya'ni kerak emas xonalari ham yo'q,
5 ta 6 ta огороди bkr degan narsa bor, orqa огороди bor-ku, daraxtzorlar, biz o'shanaqangi o'rmonga o'xshagan, o'rmonning ichida, daraxtlarning ichida ko'milgan uylarni qaravotuvdik-da, чтобы panoramniy oknalari bo'lsin, oynalari, o'sha daraxtlarga chiqadigan narsani, chunki men ham, Griffin ham anaqa tabiatni yaxshi ko'radigan odamlarmiz. Menga ani betonli uylar, daraxtsiz, park yonida park yo'q, mana shunaqa uylar yoqmaydi. Amerikada shunaqangi suburban degan narsa bor, mahallada uzun yo'l, har bitta yo'ldan bunday daroshkalar ketganda, daroshkalar bir xil uylarga olib boradi. Ana o'shanaqangi stilli bizni вообще yo'q, unaqa uyda yashamaymiz deb, prям biz uchun to'g'ri kelmaydigan joy edi. Bizga prям private zonada, daraxtlarning ichida, bunday bekilgan joylarning ichida qanaqadir yashil polni biz u shtatga nega ko'chyapmiz? Chunki u shtat yam-yashilda, ya'ni junglining ichiga tushib qolgandek bo'lasizlar. Ana o'shanaqangi narsasi uchun ko'chyapmiz. Uyimiz ham o'shanaqangi joyda bo'lsin deb niyat qildik. Xullas qizlar shunaqa uy topildi-yu, lekin vashshe chetda-da shahardan. Bunda o'ylab qoldik keyin. Shaharning ichidan xohlayotgan bo'lsang, yashil narsa xohlayapmiz-ku. U shunaqangi shtatki, shahar ichida ham shunaqa yashil joylari bor-da. Portland shaharigacha 20 minut ekan. 20 minut bu Amerika uchun hech narsa emas-da. Mashinada o'tirasan, highwayga chiqasan, 20 minut yetib borasan. Yigitim ham kecha aytdi, "Prям senga shahar kerak. Ikkalamiz ham onlayn ishlaydigan odammiz, uydan ishlaymiz. Ya'ni biz birorta bir ofisga, shaharga borib, birorta ishga har kuni qatnashimiz kerak emas-da." Shunisi ham bor, plus minusi ko'p, o'ylanib turibman. Bilmadim qizlar, xullas kommentariyalarda yozinglar, sizlarga mana shunaqangi stil uylar yoqadimi yoki yo'qmi? Hozir masalagacha rasm namunasida tushuntirib beraman. Amerikada tipichniy qanaqangi uylar bor va men xohlagan uylar qanaqaligini, qanaqa joyda joylashganini hozir keyingi rasmlarda sizlarga ko'rsatib beraman. Qaranglar. Hozir birinchi ko'rsatadiganim Amerikaning tipichniy uylari. Qani ketdi? Qizlar ko'rib turganinglardek no privacy, private вообще degan narsani o'zi yo'q. Qo'shninglar shundoq bir-biringlarni o'ynanglar, bir-biringlarga chiqib turadi. Uydagi hamma janjallar, hamma qo'shni eshitadi. Endi baribir realist bo'laylik, hammaning uyida janjal bo'ladi. Prям rozovoy ochki kiyib olib, hayotga rozovoy ochki orqali qaraymiz deb aytmayman. Hammada bo'ladi. Yaxshi yomon kunlar hammada bor. Keyin biror narsa misol uchun nima deydi? Uylarga mehmonlar keladi. Bular hammasi hammani ko'zini oldida-da. Amman bo'lsa ko'proq privateroq odamman. Даже mana hozirgi yashaydigan joyim ham bundoq daraxtlar ichidan kirib keladigan joy-da. Men yaxshi ko'raman. Mana shunaqanaqadir energiya olaman tabiatdan. Endi bo'lsa qizlar, mana meni kallamdagi uylarni hozir sizlarga jo'nataman. Bu real uylar, o'sha men ko'chayotgan shtatdagi uylar. Atidan YouTube'ga kirib, men ko'chayotgan shtatni prosta yani YouTube'dagi chiroyli Shvetsariyadagi kartinkani olganim yo'q. Aynan o'sha shtatdagi men ketayotgan joydagi uylarni, men ketayotgan shahardagi uylarni rasmini sketch qildim. Mana hozir ko'rasizlar. Endi meni ichimda ikkita odam urush qilyapti. Bittasi shaharda yashaydigan odam, endi shaharning ichida yashayman desang, mana bunaqa o'rmon slishkim ko'p bo'lmaydi-da. To'g'ri, bitta ikkita ko'proq zeleniroq joy tanlashinglar mumkin, lekin men xohlagandagi o'rmonli bo'lmaydi baribir shaharning ichida, tan olinglar. Ikkinchi odam esa yo'q, shahardan uzoqroqda mana bunaqangi zato qo'yning dam oladigan joyda yashaydi deyapti-da. Ikkitalarni urushyapman. Balkim haqiqatan ham shahar chetrog'idan olgan yaxshiroqdir deb hozir endi sekin bitta odam ikkinchi odamni yengyapti ichimdagi, chunki haqiqatdan-da men onlayn ishlayman. Menga ofislar kerak emas. Keyin bilmadim. O'zim aldab o'tiribman xullas. U yoq, bu yoq qilib. Sizlar nima deb o'ylaysizlar qizlar? Sizlarga qanaqangi uy to'g'ri kelgan bo'lardi? Shahardagi ichidagimi yoki-da shahardan chetroqdagi private zonalikmi? Qaysi biri? Griffin bilan kecha shu haqida gaplashayotganimda aytayotsan, uy tanlashda shuncha ikkalansang deyapti, ko'chib bo'lganimizdan keyin remontni nima qilar ekansan deyapti. Chunki har bitta uy qanchalik zo'r bo'lmasin, baribir yangi odam kirganda bir marta kosmetik remont qilib yuboradi. Chunki baribirda eskilardan qolgan narsalar-yu, xullas. Remontda ham baribir kim boshlanadi. Unaqa qilayman, bunaqa qilayman. Bu qizlar, bu yilgi kontentimni o'zingizlar tushunyapsizlar qanaqa bo'ladi. Uyimga mebel tanlash chek, raspakovka chek. Hammasini sizlar bilan qilamiz billa endi, xudo xolisa.